Assalomu alaykum, hurmatli kanalimiz a'zolari. Avvalambor mingta bo'lganimiz bilan tabriklayman hammamizni. Hammangizga rahmat. Kanalimizda mingta bo'ldik. Telegram kanalimga obuna bo'lib qo'yish esdan chiqmasin. Mana shu Telegram kanalimning ofitsialniy raqamli daromadni qidirsanglar shu chiqadi. Kerakli fayllar va ilovalarni shu kanalga tashlab boraman. Yangiliklarni, fayllar. Bugungi videomiz Instagramga trend video yasash bo'ladi. Bugungi ilovaning ham mod qilingan versiyasi bor. Play Marketda premiumini olib ishlatmasanglar ishlamaydi, lekin men sizlarga modini tashlab beraman. Ilovamizga o'tamiz. Bu yerda tayyor shablonlar bor. Ko'rib turibsizlar, mana har xil tayyor shablonlar turibdi. Reelsni bosish kerak hozir. Sizlar Reelsni bosgandan keyin mana shunaqa o'zingizda bor rasmlar chiqadi. Avtomobil rasmlarini bosib tanlab olishimiz kerak. O'zimizga keraklilarni tanlab olamiz. Hozir menda 5 ta ekan, 17 ta kerak ekan. Viborna degan joydan 17 ta so'rayapti. Yana qaytadan o'zidan bosib chiqaman. 17 taga to'ldirishim uchun. Mana 17 taga to'ldi. Viborno degan tugmani bosamiz. Yashil tugmani. Zagurska qiladi. Bu yerda zagurska boshlandi hozir. Zagurska qilib bo'lgandan keyin videoni chiqarib beradi. O'sha foiz sanayapti. O'sha mana bu yerda qarasanglar eng birinchi turgani nima turibdi-yu? Zagurska qilyapti hali. O'sha zagurska qilyapti. Hozir ochib olgandan keyin nima qilaman? Videoni davom ettiramiz. Mana ochib oldi. Ustidan bossak, ko'rsak bo'ladi. Rasm bilan chiqdi. Ustidan bosamiz buni. Ochib oldi, rasmi bilan chiqdi. Ustidan bosamiz.